2026-yildan O'zbekistonda Narko Express testlar ishlab chiqarish va ularni ommaviy qo'llash yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Narkotiklar va o'qotar qurollar nazorat qilish agentligi rahbari o'rinbosari Shavkat Qayumov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda dorixonalarda bunday testlarning ko'plab turlari mavjud bo'lib, ularning narxi 80-100 ming so'mni tashkil etadi. Biroq aholining katta qismi bundan bexabar. Narko Express testlarni mahalliylashtirish orqali import hajmini kamaytirish va ularning narxini 25 ming so'mgacha tushirish rejalashtirilgan. Mutasaddilar testlar ayniqsa ota-onalar uchun muhim bo'lib, narkotik moddalarni tezkor aniqlash imkonini berishini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Kasbiy ta'lim agentligi hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Hamkorlikning asosiy maqsadi harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirishdir. Bu haqda batafsil muxbirimiz Lobar Sherqulova lavhasida tanishasiz. Ayni vaqtda biz ko'rib turganingizdek Respublika kasbiy ko'nikmalar markazidamiz. Bu yerda O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi hamda Kasbiy ta'lim agentligi o'rtasida memorandum imzolanishi rejalashtirilgan. Hamkorlikning asosiy maqsadi muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yoshlarning kamida bitta kasbni egallashlarini ta'minlash, kasb-hunarga yo'naltirish hamda xizmat jarayonida ta'lim olishlari uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat. Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilda o'tkazilgan Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida belgilab berilgan ustuvor vazifalarning amaliy ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu hamkorlik muddatli harbiy xizmatni yoshlar uchun shaxsiy va kasbiy rivojlanish bosqichiga aylantirishni ko'zda tutadi. Memorandumdan ko'zlangan maqsad askarlarimizni qisqa muddatli kurslarga o'rgatib, ularga sertifikat berib, muddatli harbiy xizmatni tugatib, har bittasi uylariga qaytgandan keyin, demak, oliy ta'lim dargohlariga o'qishga kirgunicha, demak, bularning qo'lida kasbi bo'ladi, bularning qo'lida hunari bo'ladi. Albatta, hunarli bo'lgandan keyin bularning ertaga daromad topishlariga bu albatta zamin yaratiladi. Nafaqat bu askarlarimizning yosh farzandlarimiz, ya'ni bular bizning farzandlarimiz. Bir yil davomida, demak, ota-onasidan uzoqda, aynan bizning texnikumlarimizda ham kasb o'rganish bilan birgalikda, demak, bular ertaga oila boshi bo'ladi. Demak, bular ertaga ro'zg'or tutgandan keyin albatta bu o'rganayotgan kasblari bularning ro'zg'orda ham o'zlarining demak ro'zg'or ishlarida ham juda ham qo'l keladigan kasblar, ya'ni o'sha santexnik yo'nalishlari, demak chilangar, maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatish yo'nalishlari, undan tashqari hozirgi paytda juda ham bir talab yuqori bo'lgan yo'nalishlardan bittasi, demak, kompyuter savodxonligi, ya'ni kompyuter savodxonligi yo'nalishi bo'yicha kurslarga o'rganib kelmoqdalar. Aynan bu yo'nalish bo'yicha bizga bu yengillik, bu askarlarni o'qitish bo'yicha bizda hozir pilotniy loyiha ketmoqda. Memorandum doirasida tomonlar askarlarni kasbiy tayyorlash, xorijiy tillarni o'rgatish, zarur ta'limiy va amaliy muhitni yaratish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonlarini yo'lga qo'yish bo'yicha hamkorlikni amalga oshiradi. Shu bilan birga malakali o'qituvchilarni jalb etish, qisqa muddatda samarali natija beradigan zamonaviy o'quv dasturlari asosida ta'lim berish ham nazarda tutiladi. Biz muddatli harbiy xizmatchilar tomonidan 14 ta yo'nalish bo'yicha qiziqishlarni biz belgilab oldik. Aynan shu qiziqishlarga qarab biz kasb yo'naltirish markazlari bilan birgalikda hamkorlik qilib, rejalar ishlab chiqib, bular bilan o'qitishni biz boshlab yubordik. Men chilangarlik sohasiga qiziqaman. O'sha yoshligimdan qiziqib kelganman. Bunda qiziqaman, lekin o'sha o'zimga yarasha bilim bo'lmagan. Bu yerda o'sha malakali ustozlar tomonidan darslar o'tilar ekan, amaliy ishlar bo'lar ekan. Ulardan o'rganib turib, buni kelajakda qo'llamoqchiman o'z hayotim davomida. Bundan tashqari hamkorlik doirasida harbiy xizmatchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy qadriyatlarga sadoqat, vatanga muhabbat va fidoyilik tuyg'ularini yanada mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.